tahajjud namozini bir uxlab turmasa tahajjud namozi bo'lmaydi. Xuftondan keyin bir uxlab turib, keyin o'qiladigan nafl namozni tahajjud namozi deydi, tungi namoz deyiladi. Dinimizni avvalgi bosqichida kechasi bedor bo'lib qiyomul layl qilish, tahajjud namozini o'qish vojib bo'lgan. Qur'oni Karimdan oyat tushib, Rasul akram alayhisolatu vassalomga xitob qilib, qumul layla, kechani bedor qoyim bo'lib o'tqiz degan buyruq bo'lgan. Hamma ana o'sha buyruqqa amal qilib kechasi namoz o'qigan. Bir yil muddatdan keyin Alloh taolo o'zi har bir narsani bilib turganligini e'lon qilib, bu ish endi ixtiyoriy nafl ibodatga aylanganligini e'lon qilgan.